Mehnat postida 2,5-3 kilometr kirganda Fozilevda yangi kottejlarimiz qurilgan. 4 ta kottej qurilgan edi, 3 tasi sotildi, bitta donasi qoldi. Mana shu o'rtadagi. Narxini avvaldan aytib o'tadigan bo'lsam, 62,5 mingga baholanmoqda uyimiz. Sunnatiga ozgina o'tib beriladigan joylari bor. Sotuga ozgina yetmagan 6 ta xona, bitta hol va 3 ta sanuzilga ega, bitta podval beriladigan ishi faqat tomini yopib beriladi va darvozasi qo'yib beriladi. Shu holatda sotiladi. Kirishimizda chap qo'limizda sanuzil qilib beriladi, sanuzilga korobka qilib beriladi va holimizda mana shu holatda ikkita mashina sig'adigan, bitta tapchan qo'ysa bo'ladigan holatda. Ana endi ichkaridagi xonalar bilan tanishtirib o'tamiz. Ichkariga kirib kelarkanimizda katta hol qilingan. Divanli zonalar qo'yib, televizor ko'rib o'tiradigan joy qilingan. Yoriqqina. Hol orqali oshxonaga kiriladi. Oshxona ham yoriqqina ishlangan. Va mehmonxonamiz joylashgan birinchi qavatda. Birinchi yotoqxonamiz. Umumiy sanuzel birinchi qavat uchun. Va ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Ikkinchi qavat ko'rinishi shunaqa holatda bo'ladi. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxonamiz joylashgan. Ikkinchi yotoqxonamiz. Ikkinchi yotoqxonamiz ichida o'zining sanuzeliga ega. Uchinchi yotoqxonamiz. Buni ham ichida sanuzel bor. Orqa hovlilar qilib tashlab ketilgan, yorug'lik va havo aylanishi uchun. Umumiy sanuzel ikkinchi qavat uchun 4-chi yotoqxonamiz yoriqqina e'tibor bergan bo'lsangiz, 5-chi yotoqxonamiz. Umumiy 5 ta yotoqxona, bitta hol, bitta oshxona, 3 ta sanuzelga ega bu xonalarimiz yaxshi narxlarda sotilyapti. Bitta dona qolgan, ulgurib qolinglar.